iz bosgan Andijon viloyatida joylashgan tumanlardan biri bo'lib, Farg'ona vodiysining serhosil hududlaridan hisoblanadi. Uning ma'muriy markazi Poytoq shahri. Tuman 1926-yilda tashkil etilgan. Iz bosgan tumani asosan tekislik hududda joylashgan bo'lib, dehqonchilik uchun juda qulay. Bu yerda paxta, g'alla, sabzavot va boshqa mevalar yetishtiriladi. Hududidan katta Farg'ona kanali va boshqa suv yo'llari o'tadi. Bu esa qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta yordam beradi. Tumanning iqlimi mo'tadil, yozlari issiq, qishlari esa nisbatan yumshoq bo'ladi. Aholisi mehnatkashligi, dehqonchiligi va hunarmandchiligi bilan tanilgan. Iz bosgan Andijon viloyatining muhim tumanlaridan biri bo'lib, iqtisodiy va qishloq xo'jaligi jihatidan ahamiyatli hudud hisoblanadi. Poytoq Andijon viloyatining muhim shaharlaridan biri bo'lib, iz bosgan tumaniga yaqin hududda joylashgan. U tarixiy va zamonaviy ahamiyatga ega bo'lgan shaharlardan sanaladi. Poytoq aholisi asosan dehqonchilik, savdo va hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Shaharda maktablar, kasb-hunar markazlari, korxonalar va turli xil xizmat ko'rsatish maskanlari faoliyat yuritadi. Poytoq o'zining mehnatkash aholisi, rivojlanib borayotgan infratuzilmasi va qulay geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. Bu hudud Andijon viloyatining iqtisodiy va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. Shuningdek, Poytoq orqali viloyatning boshqa hududlariga qatnov qilish ham qulay hisoblanadi. Katta Farg'ona kanali Farg'ona vodiysidagi eng yirik sug'orish inshootlaridan biri bo'lib, iz bosgan hududi uchun katta ahamiyatga ega. U 1939-yilda xalq hashari bilan juda qisqa muddatda, ya'ni 45 kunda qurib bitirilgan. Kanalning asosiy vazifasi dalalar va bog'larni suv bilan ta'minlashdir. Shu kanal tufayli Farg'ona vodiysida dehqonchilik rivojlangan. Paxta, g'alla, sabzavot va mevalar yetishtirish imkoniyati kengaygan. Bugungi kunda ham u hudud iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligida muhim o'rin tutadi.